10 yil ko'rinmagan oy. Birinchi qism. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende İslam Çakarları grubu tayyorlagan hicret tarixlaridan 10 yil ko'rinmagan oy nomli asarni anglitishimizni boshlaymiz. Olamlarning parvardigori Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh yakki yegonadir, uning sheriki yo'qdir. Podshohlik uningga xosdir. Maqtash uningga xosdir. U hamma narsaga qodirdir. U yoshirinni va oshkorini bilguchidir. Osmon va zaminni yaratquchidir. Agar Alloh bizni hidoyat qilmagan bo'lsa edi, hidoyat topmagan bo'lardi. Alloh hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Shuningdek, Alloh ozdirgan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Jumladan, men bir ozg'un yigit edim. Alloh menga hidoyat bermagan bo'lsa, men ozg'unlik ichida o'zimga va ota-onamga ziyon yetkazgan bo'lardim. Meni hidoyat qilgan Alloh ondan o'zining yo'lida har turli musibatlar bilan sinab, qalbimni o'ziga moyil qilgan, o'zining yo'lida butkul hayotimni eng oddiy qilib yashash, mu'minlarga xor, kofirlarga izzatli bo'lishga yuzlandirgan Allohga va yana gunohlarimga tavba qilish fursatini bergan Allohga o'zining ulug'ligiga loyiq maqtashlar bo'lsin. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. O kishi bütün insoniyatga hadiya qilingan rahmatdir va ato qilingan ne'matdir. O bizga Allohning elchiligini to'liq yetkazdi, omonatni ado qildi. U bu ummat uchun eng ko'p arziyat tortgan kishidir. İnsanlar kufr qorong'uligida tang'irqab, ozg'unlik batqoqlarda azvaylab yurgan paytda ularni Allohning vahiysi bilan va go'zal axloqi bilan iymon nuriga chaqirdi. Peygamber aleyhisselamның sahabelerden Allah razı bolsun ki, ular din üçün barlığını pida qılgan, Allah rızalığı üçün hicret ve cihat qılgan. Rahat parağatlik turmuşdan Allah üçün vazgeçip, dünyanın her qaysı joylarına, asmandaki yulduzlardek çekilip, Allah'ның diniga yardım bergen kişilerdir. Ular bizge öz hayatını ülge qilib qoldirib ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ail tavbatlarına Allah'ın rahmetleri ve salamı bolsun. Hürmetlik okurman. Tövende sizce sunmakçı bolgan tarihi eser hayatta hakiki bulup ötken hicret kıssasıdır. Men bu tarihni en doğru şekilde ifadeleş üçün vakiyalikte nemi bolsa şunu yazdım. Yani kişide bolgan süpetler aynen ifadelendi. Bazı yerlerde kişi yaman süpetlengen bolsa, men hergizmo kişini çürüşni yoki ayıplashni maqsad qilmadim. Yoki bazı yerde kişi yaxshi süpetlengen bolsa, men hergizmo kişini oshirib yoki boshqacha maqtab ko'tarib etmedim. Şuna siz ayıpleptu yoki bek maqtab etibdi deb ortiqcha o'ylab ketmang. Shundoq men ilgari yozgan Soğuq Bilezuk degan asarda ishora qilib o'tgan kishilar bo'lgan. Ve şu eserde aytganimdek, keyinki eserlerimde bazı kişilerinin tarixini Allah qadir qilgancha tafsili yezib qoldirman degan edim. Mana bu siz o'qib bilmoqchi bo'lgan tarixiy yozma. Shu qatardagi mehribon va mard akashning obrazidir. Men bu eserde bu kishining barliq ulgulik va ibratlik hayotini tafsili yezib qoldirman inshaalloh. Buningdagi asosiy maqsadim Allah hidoyat qilgan eng baxtli kishilarning baxt tuyg'usini his qildirish. Şundaqlı Qur'anda ali rizqlar ular üçün tayyorlandi degan kishilarning sifatini aslatish. Yiroq o'tmishdagi hijrat tarixiy asarlardan ibrat olmagan kishilarning yaqindagi hijrat tarixlarini ko'z oldiga akilib, o'z vaqtidagi vatandan elib chiqqan sog'lom aqidasini qaytadan bir aslatish uchun yozdim. Alloh taolo maqsadlarimga yetkazgay, qilgan amalimni qabul qilgay va chin ixlos ato qilib, asarning nom shuhratini emas, balki asarda ifodalangan fidokorlikdan ulgu elib, har kishi o'ziga ibrat elishni umid qilaman. Asarning yozuvchisi ilgirgideklar nomsizdir. 10 yil ko'rinmagan oy.
Biz bu shaharga kelgili 3 kun bo'lgan edi. Biz shahar ichidagi cho'ng avtobus bekatining oldiga selingan 10 yil ko'rinmagan oy. 2-qism. Nihayeti şefkatlik ve mehribon Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Tövende İslam çakarları grup isteyerliğin hicret tarihlerden 10 yıl körünmegen ay namlıq eserini anlatışımızla başlayımız. Sizler nedin, qaysi şehirden keldinler? Dep sordum. O adam, biz Guangzhou'dan birlik keldik, dedi. Men, hey, bu qandaq gap? Bu yer bilan u yerning orliqi necha kunlik yo'l tursa, sizlar yo'lda mang'ach paranglish baxmadinglarmi? Deb so'radim. U odam tamtirabli turadi. Ondan men yeliqi kichik boladan so'rab, "U odam kim o? Sening nimang bo'ladi? Sen bu yerga kim bilan kelding?" deb so'rashga boshladim. Bu bola mendan qo'rqib ketdimi, o'zicha yig'lab ketdi. Shuning bilan men yenimdagi do'stimga, "Adash, mavu kalladan ketgan odamlar ekan. Nima qilar bular hijrat qilamiz deb. O'zinglar gap qilinglar bularga" deb qo'yib, o'rnimga berib o'ltirdim. Ondan do'stim u odamga yumshoq qilib, "Aka, yeningizda qanchalik pul bor?" deb so'radi. U odam, "Men yenimdagi pulni sanab baxmadim, bilmayman" deb javob bergach, yanchuqlarini oqtirishga boshladi. Shu kuni bu odam ko'p yanchuqi bor jilit kiyib olgan ekan. Har bir yanchuqini oqtirsa 3000 yoki 5000 atrofida pul chiqishga boshladi. Ondan men yeniga kelib yordamlashib, bu odamning hamma yanchuqidan bor pullarni hammani teshib oldim. Do'stim pullarning hammani yig'ib sanagan edi. Bu pul 90 ming Xitoy puli ekan. Men u odamga, "Bu pul seliningmi yoki mavi ayol bolaningmi? Va yoki hammanglarning puli mushumi?" deb so'radim. Bu odam yana shu koni gapini qilib, "Men bilmayman. Asli mening yenimda pul yo'q edi. Keyin Guangzhouda bir bola 5000 ko'y pul bergan. Shu pulni bilaman" deydi. Tova, bu bakli qiziqish-ku. Men bularni anglab, nervam chechilib ketdi. Shu asnoda bizni yo'lga salmoqchi bo'lgan do'stim telefon qildi. U telefonda, "Birodar, yangi kelganlardan ayol bolaga pul to'g'risida gap qilmanglar. Ammo er kishining o'zi uchun yo'l haqiga 30 ming ko'y elib tayyorlab qo'yinglar" dedi. Men bu gaplarni anglagandan keyin, demak bular rostilla arayal emaskanda deb ishonishga boshladim. Ammo yanada bu odamning taqqutuqi gaplaridan bu kishini sarang o'xshaydi degan edim. Shuning bilan men bu odamga kirishib olmay, do'stim bilan menish vaqtini saqladim. Kecha soat 9:00 atrofida do'stimdan telefon keldi. U telefonda, "Yotoqning oldiga tushib saqlab turinglar. Men hozir mashina olib boraman. Bugun yo'lga chiqsizlar" dedi. Biz narsalarimizni elib pastga qarab mangdik. U odammi cho'ng somkasini ko'tarib keynimizdan mangdi. Eliq kichik bola yig'lagan holda kichikroq bir somkani aran ko'tarib mangdi. Ondan hammamiz birga yotoq oldiga tushdik. Yotoq oldida biroz saqlab turgandan keyin mehmonxona oldiga bir ayol va 12 yoshlar chamisidagi bir o'g'il bola keldi. Bu ayol homildor ekan. Biz ular bilan ko'rishdik. Ondan ular o'zlarining bu yerdan biz bilan birga yo'lga chiqadiganini aytdi. Shuning bilan biz ular bilan birga yotoq oldida mashina kelishini saqlab turdik. Bir ozdan keyin bizni yo'lga solmoqchi bo'lgan do'stim keldi. U birdamgacha chegaradagi Xitoydan xabar kelsa, ondan yo'lga chiqamiz. Shunga xabar kelgicha bir oz saqlayli dedi. Biz mehmonxona oldida toki kech soat 12lar bo'lg'ich saqladik. Ondan chegaradagi Xitoy do'stimga telefon qilib, "Bugun mangmaysizlar. Yana 10 kun saqlab, ondan mangsizlar" debdi. Shuning bilan biz, "Ajab yo'l bo'lmadi. Yana qanchalik saqlarmiz" deyishgach, yotoqqa kirib ketdik. Ertasi deyildi. Bizning hozirgi sonimiz ko'p. Shuning uchun bu yotoqda bundoq to'plashib tursak bo'lmaydi. Biz boshqa yotoqqa o'tkilib ketaylik, deyishib, boshqa yerdan yotoq oldik. Bu yangi yotoq yeliqi tungan oshxonasiga xeyli yiroq ekan. Shunga bizning oshxonaga berib tomoq akilishimiz qo'laysiz bo'lib qoldi. Ondan biz bir to'qliq qozon setib oldik va shu qozon bilan yotoqda tomoq etib yedik. Bizning tomoqimiz tuxum aralashtirilgan shifan edi. Biz bu bir xil tomoqni 3 vaqt yeydik.
Esimde qilishcha, bizden keyin kelgan homildor ayol yotoqqa tunji kelgan kechasi yangidi. Ondan ular shu yotoqda 3 kun turib qolgan edi. Bular bakmi esimda qolmabdi. Ammo qiziq yeri shuki, agar biz shu kuni mang'in bo'lsak, bu homildor ayol chegaraga berib, tog'da tug'ib qo'ygan bo'lsa, qandoq qilar edik? Demak, har bir ishning bo'lishimi Allohning hikmati bilan, bo'lmasligimi Allohning hikmati bilan bo'ladi ekan. Gapimizga kelsak, biz bu yangi yotoqda 9 kun turgandan keyin chegara yo'li ochilibdi. Endi mangsanglar bo'ladi degan xabarni topshirib olgandan keyin biz chegara taqlariga qarab yo'lga chiqdik. Bu vaqtda yiliqi tug'utliq ayol to'liq asliga kelibmi bo'lolmagan edi. Ammo bu jasur ayol bizdan qilib qolmay safarga biz bilan billamadi. Biz yotoqdan yo'lga chiqib, toki chegaraga borguncha bir kichik minibus mashinada qistilishib o'tirdik. Şoför bizni kayni yo'llarcha elib menyapti. Yo'llar bakmi egiz bas ekan. Ondan biz sahar vaqti soat 3lar atrofida chegara ko'rinib turadigan yerga kelib to'xtadik. Ondan yo'l ustidan tog' bag'riga qarab, tong suzligicha tog'lar ichida piyoda mangdik. Ondan tog'liqdagi kichik bir bo'shliqqa kelib to'xtadik. Bizni bir Xitoy yo'l boshlab bu yerga elib kelgan edi. U Xitoy bizga bu yerda midirlamay turinglar. Kechda qorong'u tushganda ondan yo'lni davom qilamiz dedi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. Assalomu alaykum. Şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayın. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Tövəndə İslam çakarları qrupsi tayyorlagan hicrat tarixlaridan 10 yil ko'rinmagan oy nomli asarni anglitishimizda boshlaymiz. On yil ko'rinmagan oy. 3-qism. Bizni bir Xitoy yo'l boshlab bu yerga elib kelgan edi. U Xitoy bizga: "Sizlar bu yerda men kelguchi dam elib turinglar. Men sizlarga tamoq elib kelaman" deb qo'yib ketib qoldi. Biz bir kun bu sasliq o'rmonda u Xitoyni kutib turdik. Bu kuni bizga keyin qaytilgan Akash kech bo'lguncha bizga gap qilmagan edi. Bir narsa so'ralsa bilmayman dedi. Bizmi ko'p gap qilmadik. Kunduzda Xitoy kelmadi. Qo'rsoq ochsa, men Urumchidan olg'at kelgan xurmani yedik. Kichik bolalar to'xtamay yig'laydi. Bu bolalardan tuqqan ayollar bolasini pes qila olmay, ularmi yig'laydi. Chunki bolalarni tizdan pes qilmasa, bu chegara atrofi bo'lg'ach, kichik bolaning yig'i ovozi saqchiga anglansa sezilib qoladi. Qarasam, G'alita Akash bilan kelgan ayolning 2 yoshli qizi to'xtamay yig'lag'ach, onasi balasining yig'i ovozi bek chiqib ketmasligi uchun balasining og'zini tutibdi. Men bu jarayonda necha qatim bizga yo'l boshlab kelgan Xitoyga telefon qildim. U Xitoy saqlab tur, men hozirla tamoq elib boraman deb qo'yadi. Ammo bu kafir Xitoy shom namozi bo'lay deganda yenimizga ichadigan suv va boshqa ozroq meva-chevalar elib keldi. Ondan biz Xitoy bilan yo'lni davom qildik. Bu yo'l barg'ancha tog' usti yo'lnishiga qarab meng'atdi. Shunga bu yo'lda ayol kishining bola ko'tarib yo'l yurishi emas, quruq mengishimi tas edi. Mening do'stim kichik somkini mo'risiga ortib, 2 yoshli o'g'lini qo'lda ko'tarib meng'atdi. Ayoli birdan yo'ldashiga yordamlashib, somkini ko'tarishib oldi. 2 qizi va o'g'li bor ayol 2 yoshli bolasini ko'tardi. Bular bilan birga kelgan akamiz bular elib kelgan cho'ng somkini va 4 yoshli qizni ko'tarib mangdi. 8 yoshli bola kichik bir somkini ko'tardi. Mendan o'zimning kichik somkamdan boshqa hammamiz tang ishlatiladigan qozon qo'moch va oldin tayyorlab olgan to'g'raqliq sabzi, may narsalar qochlangan cho'ng somka bor edi. Bu oqshomdagi tog' yo'li men uchun normal edi. Chunki men ilgirki asarda yozganimdek bundaq tog'larda ko'p mang'an. Shunga bu safar menga hech qanday og'ir kelmadi.
Ammo do'stim va boshqalar aran ketyapti. Biz mushundaq 2 soat atrofida minib, tog'ning ust tarpiga chiqib, kichik bir yerga kelganda yo'l boshlab mangan Xitoy ozroq dam olib olayli deb to'xtadi. Eng oldida Xitoy, ondan men. Yenimda yiliqi G'alita akamiz, undan keyin boshqalar. Eng keyinda to'g'tuq ayol eri bilan kelyapti. Men dam elishga to'xtagan hamon keynimda qolgan 2 yoshli qizni ko'tarib kelayotgan ayolning oldiga balani ko'tarish uchun keldim. Men u ayolga yaqinlashganda u ayol yig'lab, o'g'lini va quchqidagi bolasini tillab kelayotgan ekan. Bechora ayolga bakmi ichim og'irdi. Men darhol balani elib mangdim. Bu vaqtda ayolning yenidagi 8 yoshli o'g'limi aran qopti ekan herib. Ayol o'g'lidagi somkini ko'targach, keynimdan mangdi va bo'sh ovozda: "Nemishqimi tuqqan bo'lg'utim, sen tozlani. Shundoqmi tortdim jafolaringni. Dadang degan xo'jam o'zi yolg'iz ketib oldi. Mana boshqalarmi Ariel mangdi ekan-ku. Barxopilikni menga ortib qo'yib" degach, to'xtamay koyib mangdi. Biz dam olish o'rniga kelsak, Xitoy mangayli deydi. Men to'xta, saqlab tur. 10 minut dam olib olayli dedim. Xitoy bo'lmaydi. Tez mangmasak tog'dan bugun kecha o'tib bo'lolmaymiz deb o'rnidan turdi. Ammo bu ayol va yangi tug'utliq ayol bu yerga kelibla o'zini qo'yib o'tgan edi. Chunki bular haqiqatan harg'an edi. Shuning bilan men Xitoyga: "Qara, mavlar ayol kishi, bular bek yerib ketdi. Hech bo'lmasa 5 minut saqlab ondan mangayli" dedim. Xitoy qaqshab tamakidan birini chekdi. Ondan mangdigan bo'lib, men 2 yoshli bolani va qozon qumushni ko'tardim. Mendagi kichik somkini do'stim elib oldi. 8 yoshli boladagi kichik somkini G'alita akamiz oldi. Hozir bu akamizda yolg'iz ko'tarsimi ig'ir keldigan cho'ng bir somka, 4 yoshli bir bola va kichikroq bir somka bor edi. Mana mushundaq narsalarimiz bilan biz toki yerim kechikcha to'xtamay yo'l mangdik. Keyin minib egiz bir toshliq tog'ning ustiga chiqibdimiz. Bu yerdan chegara mashina o'tish punktini aniq ko'rgili bo'ladi ekan. Tog'ning eng egiz yerida xuddi Xitoy qabrlariga qo'yilgandek cho'ng tosh bor ekan. Biz bu yerda 10 minut dam oldik. Men heliqi toshga qarab baqdim. U toshning bir tarafida Jungo, yana bir tarafida Vyetnam deb yozilgan ekan. Men hamrohlarimga: "Ey, biz hozir dal chegaraga keldik. Bu taraf Vyetnam, bu taraf Jungo ekan" dedim. Men hamrohlarimga: "Ey, biz hozir dal chegaraga keldik. Bu taraf Vyetnam, bu taraf Jungo ekan" dedim. Heliqi G'alita akash darhol yenimga keldi. U toshga qarab, toshni silab turib: "Mendan bu Jungo degan xatmi?" deb so'radi. Men: "Ha, qarang, mau Jungo, mau Vyetnam" deb toshdagi xatlarni qayta ko'rsatdim. Ondan bu akimizning kanellari bo'g'ilgan holda: "Men oxiri Xitoydan chiqadigan bo'ldim. Endi bir qattiq varqira olaymi?" deydi. Men: "Sarangmisizlar? Saqchi, bu yoqqa kel. Biz mau tog'da bor demoqchimisizlar?" dedim. Ondan o odam asta yenimdan ketib o'rnidan o'tirdi. Bu tog' cho'qqisida biz ozroq dam olib bo'lgandan keyin yana mangdik. Emdiki yo'limiz tog'dan tushish yo'linishi edi. Ko'nalar bir gap bor: "Tog'dan tushishni bilsang, chiqaver" deydigan. Rost degandek yo'l texmi askilashgan edi. Cho'ng toshlardan esilib tushadigan, atlab o'tadigan toshlar. Bundaq yo'llarda bechora ayollar ajoyib qiynaldi. Bo'libmi G'alita akash bek ko'p narsa ilib olgan. Uning chidamchanligini men his qilyaptim. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə İslam Çakarları qrupsi tayyorlagan hijrat tarixlaridan 10 yil ko'rinmagan oy nomli asarni anglitishimizda boshlaymiz. On yil ko'rinmagan oy. 4-qism. Cho'ng toshlardan esilib tushadigan yerlar
otlab o'tadigan toshlar. Bundaq yo'llarda bechara ayollar ajoyib qiynaldi. Bo'libmi G'alita Akash bak ko'p narsa elib olgan. Uning chidamchanligini men his qilyotdim. Biz shundaq menib bir yerga kelsak, tog' orasida yo'l chiqib qoldi. Asli bu yo'l chegara saqchilari uchun chegarani chorlash yo'li ekan. Biz yo'lga yaqinlashganda yo'lning bir tarafidan chiroq nuri ko'rindi. Shuning bilan bizga yo'l boshlaydigan Xitoy bizni bir cho'plikka yushundirdi. Biz cho'plikda 1 soat yushunib yotgandan keyin ondan yo'lning qarshi tarafiga o'tib, yo'lni davom qildik. Ammo bu vaqt tong suzilay deb qolgan edi. Shuning bilan Xitoy bakli qoqshab ketdi. Xitoy: "Har qaysing tiz mangmay, mana tong yo'rib ketdi. Endi mangsak bo'lmaydi. Bu yerda yetib, kashti yo'lga chiqamiz" deydi. Bizga bu gap tozimi xo'sh yoqdi. Shuning bilan biz namozni o'qib bo'lib, o'ltirgan yerimizda uxlab qopdimiz. Keyin men uyg'onsam, vaqt tush bo'lib ketibdi ekan. Qarasam, G'alita Akash uxlamagandek qiladi. U bizdan sal yiroq bir yerda o'ltirib, duo qilib o'tibdi ekan. Uning ko'zlari yig'lab shishib ketibdi. Men asta-yinaga kelishimga o'rnidan turib, oldimga keldi. Men: "Sizlar uxlamadingizmi?" deb so'radi. U odam: "Bu chegara ekan, birarsi kelib qolmasin deb uxlamadim. Uning ustiga mavi kichik bola yig'lab onasini uxlatmadi. Bolani past qilib, onasini uxlab olsin dedim" deydi. Men: yaxshi bo'pti. Amisa peshin namozdan uxlasizlar" deb qo'yib, boshqalarni uyg'otdim. Biz turgan yer cho'ng bir qumushliq ko'lning atrofi ekan. Bu yerda dunyodagi pashkomatning lukchaklari yashaydigan o'xshaydi. To'xtamay chaqadi ekan. Chaqqan yeri shu hamon ishib qopirib ketadi ekan. Voy, bu kuni qo'rsqimizni yana shu xorma bilan yo'llab turdik. Tushdan keyin pashkomatlar bilan urushib, qon berishdan boshqa hech ish qilmadik. Sham namoziga oz qolganda bu pashkomatlar xuddi jangdagi askarlardek "Hurra!" deyishib, ving ovozlar bilan to'plashib kelib chaqatdi. Yo'l boshlig'i Xitoyning yonchuqida o'ziga tayyor qilib olgan to'rliq qalpiqi bor ekan. Uni pashkomatlar chaqalmaydi ekan. Keyin biz sham namozini o'qib bo'lib, yana mangdik. Esimda qilishcha, bu yerda biz cho'ng so'mkadagi ba'zi narsalarni tashlab etdik. Ondan yukimiz ozroq yeniklashdi. Biz balkim 3 soat atrofida mang'andan keyin tog'ning to'van tarafidan chiroq yonib turgan yez ko'rindi. Bu vaqtda Xitoy aloqa qilib oldimizga mashina o'dillabdi. Esimda qilishcha, kech soat 11lar atrofida oldimizga oq ranglik bir Latifika keldi. U mashinaga hammamiz chiqqan edik. Shunga mashinada bakli qiynaldik. Texmo chataq yeri men bilan bu G'alita Akash bo'ytoq bo'lgandan keyin mashinaning eng oxiridagi yerda yotdik. Yo'l bakli egiz bas ekan. Mashina to'la chiqib qiynalatdik. Biz mushundaq minib sahar soat 4lar atrofida bir mehmonxonaga kelib to'xtadik. Yo'l boshlig'i Xitoy bu mehmonxonadan bir necha yotoq ichib berdi. Bu yotoq xuddi sahroning uylariga o'xshaydi. Biz bu yotoqda atsi peshin vaqtigacha turdik. Attiganlik nashtiga oshxona xo'jayinidan ozroq guruch elib, savzini selib, pulumu yoki shifandisimi bo'ladigan tomoq tayyorlab nashta qilib oldik. Bu ishlarning hammasini G'alita Akash bilan men qilatdim. Shu vaqtda u Akashga chaqchaq qilib: "Hamma odam xotin olganga to'ya" deydi ekan. Asli bu xato gapkan. To'g'risi xotin olmaganga to'ya desa bo'pti ekan, desam, bu odam kulib ketib: "Birodar, agar bilsizlar, bu bir baxit. Alloh uchun ketayotgan kishilarning xizmatini qilish hamma odamlarga nasib bo'lmaydi. Men ichkarida 1,5 yil yo'l izlab yurdim. Bu jarayonda, ey Alloh, menga hijrat yo'lini bersizlar. Agar men bu yerdan qutulib hijrat qila olsam, mujohidlarning paypiqini yuyib, tomog'ini atsam-mu, o'zimni bak baxtli hisoblayman. Meni shuningga bo'lsa-mu yetkizsizlar" deb hur yig'lab duo qilgan qarindoshlarini ko'p uchratdim, deydi. Men: "Voy, sizlar xeyli gap qildikanlar, ha? Gap qilsalar, sizlar kim? Nega mangdilar?" desam, bu Akash: "Men musulmon. Alloh tarafga mangdim" dedi. Ondan gaplar bo'linib ketib, boshqa ishlar bilan biz peshin namozidan keyin yotoqdan ozroq yiroqdagi cho'ng bir avtobusga chiqib, yo'lga chiqdik.
Bu bo'lsa Vyetnamning Hanoy degan o'lkasi edi. Biz hozir bu tog'liq kentdan Hanoy shahriga qarab meng'atatdik. Bu yerning havosi bakmi issiq ekan. Avtobus eski, nihoyatda ko'ni bo'lib, ichi texmi issiq edi. Bizga avtobusning eng oxirini berdi. Ayol, bolalar oxirining osti qavat karvotida, erlar usti qavat karvotida yotdik. Mashinada to'limi yiqimsiz ahangda naqsh chiqib turibdi. Yo'lda qo'rsoq ochsa, bar xurmani yedik. Biz shundoq yo'l mengib, atsi saharda Xonay o'lkasining shahar markaziga kelibdimiz. Bu yerda normal mehmonxonaga tushdik. Bu vaqtlarda yenimizda yo'l boshlaydigan bir odam bor edi. Bu kishi Vyetnam chegarasidan o'tgandan keyin oldimizga mashina elib borgan kishi ekan. Biz yotoqda tamoq etib yemoqchi bo'lib, men va do'stim ikkimiz boshqalardan so'rab yurib, to'xu go'shti sotadigan yerga bordik. Bu yerda barliq sayko'ktot va har xil go'shtlarni sotadi ekan. Ammo bular musulmon degan gapni anglabmi boqmagan ekan. Biz halol go'sht topolmay, terik to'xu izlab, bir qassobning uyida to'xu borligini bilib, qassob bilan uyga bordik. Biz yo'lda qassobning motosi bilan mangan. Yo'lning hammasi motosiklet edi. Bu o'lkada hammasi motosiklet minadigan. Men hayotimda bundoq motochilarni ko'rib boqmagan. Bir qizil chiroq yansa, to'xtagan motosiklet 1 minut ichida birer mingga boradi. Biz xeyli chetdagi uyga bordik. Bu yerda ko'p to'xular bor ekan. O yerdan 2 xo'rozni tutib, shu yerda bo'g'izlab, go'shtlarni parchalab elib keldik. Ondan yotoqda qozonda liq bir qozon polo etdik. Qozonimiz bakmi cho'ng emas edi. Shunga 2 qatim etarmiz deb oldida etgan oshni ayol bolalarga berib, ulardan oshqanni bolalar bor qarindoshlarga berib, men va G'ilita aka ikkimiz ikkinchi qatimliq poloni yeymiz deb yemagan edik. Ammo savzi qo'rib tursak, yotoqning oldiga mashina kelibdi. Hozir darhol mangsizlar, deydi. Ajoyib ish bo'ldi. Tamoq etib, yeyolmay och amalsiz mangdik. Men mashinada mang'ach, yeliq akashqa. "Hey aka, istisang toparsan" deb, "Texi qaysi kuni biz och qolsaqmi mayli, qarindoshlarning xizmatini qilsak, maqsadga yetgan bo'lamiz" deb atadilar. Mana qo'rsoq och, maqsadga yetdilimi? deb kulib qo'yib, "Kelsilar, ma xurmini yeyli" desam, bu akashmo kulib qo'yib, xurmini yedi. Bu qatim biz chiqqan mashinami o'xshashla oldingi qatimqidek ko'ni avtobus edi. Bu mashinada esimda qilishcha 2 kecha 2 kunduz mangdik. Yo'l bakmi yiroq ekan. Havo ajoyib issiq edi. Yo'lda mang'icha bir yerda kichikkina meva-chevini $100 ga oldik. Yana bir yerda tamoq to'xtaganda men mashinadan tushibla oshxonaning keyniga chiqdim. Bu oshxona xuddi Urumchidan janubga mangsa